o'lim marosimlarida bid'at to'lib yotibdi. To'y marosimlari hozir sunnatdan ko'ra bid'atga ko'proq berilib ketgan. Agar quloq solib aytiladigan bo'lsa, kechasi kunduz gapirsangiz ham oz. Hozir mana shu kunda mana to'y, nikoh to'yini oladigan bo'lsak, g'irt teskari sunnatga. Islom ta'limoti bo'yicha er taraf sovchi bo'lib boradi, qizni qo'lini so'raydi, rozi bo'lsa u taraf qizga mahr beradi, qizni joy bilan ta'minlaydi, joyini jihozlaydi, uni hamma sarf xarajatini o'zini bo'yniga, yelkasiga oladi. Qiz taraf qizini berib, rozi bo'lganiga tashakkur eshitib, huzurlanib o'tirishi kerak. Chunki butun bir boshlik voyaga yetgan ota-onasi 17, 18, 20 yil tarbiyalagan qiz rozi bo'lib, o'zini oynasini tashlab bu yoqqa qarab kelyapti. Shariatning hukmi shu. Mana shunday bo'lish kerak. Bu yerga keldimi, bu uyning a'zosi, uni nafaqasi hammasi erining zimmasida vojib ado etishi kerak. Hozir nima? Hozir sovchi bo'lib borib, qizni topgandan keyin unashilib to'y bo'lsa, qanaqa mebel qilishini kuyov taraf buyuradi. Qo'shnilarnikidan, qarindoshlarnikidan kam bo'lmasin deydi. Kuyovni ichki kiyimigacha olmasa, qizdan yuz o'giriladi. Bid'at bu. Bid'at bu. Yo'q narsa bu. Kecha domlalarimizdan biri shu oyning boshida aytdi, mana shu Toshkentning o'zida hamma yo'qni qilgan deydi. Faqat choyshabi O'zbekistonda ishlab chiqarilgan bo'lgani uchun ajrashib ketdi deydi. Mani o'g'lim O'zbekistonda ishlab chiqarilgan choyshabda yotmaydi deb dedi, yigitning onasi janjal qilib ajrashib ketdi dedi. Domla o'zi ishtirok etib aytayapti shuni. Bu bid'at bo'lmay qayerda bid'at bor edi? Hozir bugun ro'zani kunida kelinlarning onalari qarindosh urug' bir bor puldor odamlarnikiga borib tilanishi yuribdi. Qizimga tog'ora qilishim kerak deb. Hayitga tog'ora qilmasa bo'lmas ekan. Tog'ora 40 tami, 50 tami balomi battarmi bo'lish kerak ekan. O'zini yegan narsasi yo'q. Tilanishi yuribdi, zakot so'rash yuribdi odamlardan. Nima qilasan desa, qizimga tog'ora qilaman deydi. Elektrining pulini to'lagani yo'q, gazining pulini to'lagani yo'q, o'zi och. Lekin qiziga tog'ora bormasa, u yoq qizni demak haqorat qiladi. Orqangdan tog'ora kelmadi deydi. Bu qanaqa gap bu? Bunaqa narsalar to'lib yotibdi. Demak biz buni tushunishimiz kerak, bilishimiz kerak. Demak zararini, foydasini ajratishimiz kerak. Shariatga muvofiq ish qilishimiz kerak. Shariatdan hech nima yo'q. O'ylash yo'q, so'rash yo'q. Kelin kelsa, kelinni namoz o'qiysanmi demaydi. Lekin ertalab sahar chiqib, yasanib, shart shu. Ko'chani ish purmasang bo'lmaydi deydi. Bolam, pokizamisan, tahorating bormi, namozingni o'qiysan degan gap yo'q. Bunaqa narsalar musulmon odamlarga hech to'g'ri kelmaydi. Kelinlarning tog'orasiga qarab, mebeliga qarab o'lchanmaydi. Shaxsiyatiga qarab, taqvosiga, diniga qarab bilinadi. Bular qayerdan chiqyapti? Hammasi dinning ta'limotini bilmaslikdan. Ovoragarchilik, isrof, har narsalar bo'lyapti. Mana kuzda Andijonga bordik, o'zimiz to'y qildik. Shunda men bilyapman, Andijonda odat shu ekan, qiz kelin bo'lib tushgandan keyin ikkinchi kunidan ota-onasi unga orqasidan ovqat yuborishi kerak ekan. 40 kun yuborilar ekan. 40 kun. O'sha o'zimiz bizning qarindoshlar aytayapti, bir kelgan ovqatni hisobladi 20 ming so'm deydi. 20 ming so'm. Gapirdik ana keyin. Gapirib, shu o'zimizning oilamizdan boshlaylik. Ham qiz beryapmiz, ham kelin olyapmiz, shuni qilmaylik deb xalqqa aytib qildik. Gapirib bo'lgandan keyin odamlar tarqanda bir odam kelib, rahmat sizga. Juda bu mushkulda deydi. Nima desam, men o'zim qizimga 300 ming so'mlik ovqat tashidim orqasidan deydi. O'zi qarz o'sha odam, men bilaman. Bu qanaqa gap axir? Qayerdan chiqqan? Qaysi shariatda bor?
Mana shu narsalarni biz tushunib, ayniqsa mana shu yerda o'tirganlar hammalaringiz dindor, yaxshi insonlarsizlar. Avvalo o'zimizda tatbiq qilaylik shuni. Keyin o'zimiz gapimiz o'tadigan oilalarimizda qilaylik, qo'ni-qo'shni, qarindosh urug'larda qilmasak, qayoqqa qarab ketamiz biz? Nima bo'ladi? Menga ayollar aytayapti. Hozir deydi, o'sha boshqa yoqlarga borib madikor bo'lib yurgan ayollarning ko'pini so'rasangiz, qizimga tog'ora qilaman deb aytadi deydi. Moskvadan bir tatar ayol bizga mehmon bo'lib kelib gapirib beribdi. Eng iflos joylarda ishlayotgan ayollar bilan borib gaplashsang, qizimni turmushga chiqarmoqchi edim, falon qilmoqchi edim, ilojim yo'q, shu yerga keldim deyapti deydi. Bu nima degan gap axir? Faqat to'y, faqat azar emas, boshqa yoqda ham bunaqa narsalarimiz to'lib yotibdi. Shariatimiz o'zi ko'rsatib qo'ygan bo'lsa, isrofni harom qilgan bo'lsa, takabburlikni, xo'jako'rsinlikni harom qilgan bo'lsa, endi buni kim qiladi bunaqa qilib? Buni kimdir boshlashi kerak, kimdir qilishi kerak. Men doim misol qilib keltiraman. Bundan 15-20 yil oldin Toshkentda hozir boshqa viloyatlarda bor, savollarda kelyapti. Bir odam vafot qilsa, ovqat qilishni boshlashar edi. Dafn qilib kelsangiz, osh tayyor turar edi. Shuni ulamolar aytdi, hozir toshkentliklar eslay olmayapti. Yoshlar bilmaydi shunaqa ovqat qilish borligini. Alhamdulillah, chiroyli, go'zal bo'lib qoldi. Sunnatga muvofiq, shariatga muvofiq, harom xarij gap yo'q. Taziyat chiroyli o'tyapti. Ana xayr ehsonni bo'lsa keyin qilaversin. Unda ham isrof qilmasin. 27-40 demasin, shariatga muvofiq qilsin. Aytmayaptimanki, bo'lar ekan shuni qilsa. O'sha vaqtda gapirganimizda ko'pchilik qila olmaysizlar, buni necha marta bo'ldi, urindi, fatvolar chiqqan bo'lmagan degan. Lekin alhamdulillah bo'ldi. Haqiqa masalasi ham shu. Haqiqatan o'rniga boshqa har xil narsalar bo'lar edi, alhamdulillah hozir yurib qoldi. Shuning uchun bid'atlarni, shariatga xilof narsalarni bilib, aniqlab, demak, shularni chegaralab, shularga qarshi kurashishimiz kerak. Bunda ahli ilmlarimiz, imom domlalarimiz, mahallaning oqsoqollari, katta kishilar hammalari birgalashishlari kerak. Kimnidir, demak, kuchi yetib qilgan bo'lsak, lekin ko'pchiligini bunga imkoni yo'q. Hamma narsalarni demak o'shaqa tarzda biz yo'lga qo'yishimiz kerak. Ana shunda bid'at degan noshar'iy ishdan biz qutulamiz. Qalbimiz pok bo'ladi. Sunnatga amal qilamiz. Bu bid'atga chetgandan keyin albatta sunnatga amal qilinadi. Gunohning o'rniga savob olinadi. Mana shu haqiqatni biz bilishimiz kerak, amal qilishimiz kerak, manfaatlanishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni bid'at, xurofatlardan o'zi asrasin. Dinini yaxshi o'rganib, shariatni ahkomlariga to'g'ri amal qilib, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomni sunnatlariga ergashib borishimizni nasib qilgan bo'lsin.